Albatta. Marhamat, Shohjahon, efirdasiz. Yana bir karra barchaga xayrli kun hamroh bo'lsin deymiz va ayni daqiqalarda biz Mirobod tumani Afrosiyob ko'chasidamiz va ko'p qavatli uy bizning manzilimiz. Bugun poytaxtda boshqaruv servis kompaniyalariga ishonilgan aynan mana shu kabi ko'p qavatli uylarning yerto'lasi, yo'laklari va hokazo. Va bizga yurtdoshlarimiz tomonidan aynan bitta mana shu kabi boshqaruv servis kompaniyalarining faoliyatini bir o'zgacha e'tirof etilgan xabarlar keldi. Biz o'z ko'zimiz bilan aynan mana shu xabarlarni rost yoki yolg'onligini tekshirish uchun yetib keldik. Nuriddin aka Jo'rayev ekanlar. Bu yerda rahbar va biz Nuriddin aka bilan suhbatlashib shu yerga kelishga qaror qildik. Xo'p, assalomu alaykum, hormanglar. Nuriddin aka qattaylar. Nuriddin aka. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz charchamayapsizmi? To'g'risi Nuriddin akaning umuman xabarlari yo'q jarayonda. Aka biz jonli efiramiz. Bu mahalla telekanali. Siz shu xizmat ko'rsatadigan 90 dan ortiq ko'p qavatli uylardan bizga murojaat keldi. Nuriddin degan yosh yigit bor, boshqaruv servis kompaniyasida qolganlarga ham namuna bo'la oladi uning ishlari deyishdi-da. Shu sababdan keldik aka. To'g'ri, shu yerdaligingizni aytishdi. Jonli efirdamiz. Hozir nima jarayon kechyapti bu? Bu 23/1-uy Afrosiyob ko'chasi. Bu yerda hozir mana uyimizni elektr kabellari o'sha qurilgan paytdan beri almashtirilmagan. O'sha almashtirilmagan mana shu tik kabellarini hozir o'sha domga almashtirilyapti bu yerda. Hozir mana birinchi etajda ish ketyapti. O'shaning uchun svet bu yerda o'chganligini sababi mana shu elektr ishlar ketayotganda, ani xavfsizlik jihatdan ham ehtiyot bo'lish uchun svet o'chirib qo'yishgan. U tarafda bor, u tarafni o'sha qilib bo'lishdi bolalar. Hozir endi bu sayakda ish ketyapti. Xo'p, o'zi umuman boshqaruv servis kompaniyalarini odamlarga ham ma'lumot berish uchun xizmat vazifalari nimalardan iborat? Xizmat vazifalarimiz birinchi o'chirda bizda 24/7 dispetcherlik xizmatimiz bo'lishi kerak. Sababi hech kim avariyalardan страховка qilinmaganda, u bilmaysiz, любой moment truba yorilib ketib qolishi mumkin, svet o'chib qolishi mumkin. Shuning uchun dispetcherlik xizmatini yo'lga qo'yganmiz 24/7. Undan tashqari bizda hozirgi kunda o'zimizda nimalarni bajarishingiz kerak? Qanaqa vazifalar bo'ladi? Mana yerto'lalar, yerto'lalar, elektr o'sha tom qismlari, podyezdlar, podvollar, hammasi o'sha uyda общий nima bo'ladigan bo'lsa, o'sha общий домовой, o'sha hammasiga общий hudud, misol uchun territoriyaning tozaligi, santexnika sozligi, elektr mana shu simlarimiz o'sha vaqtida o'shani iste'molchilarga yetib borishini ta'minlab berish bizning vazifamiz. O'sha misol uchun issiq suv bo'ladimi, sovuq suv, elektr energiya, kanalizatsiya misol uchun oqib chiqib ketishi, tomdan chakka o'tmasligi. Qoyil. Va men yana bitta narsaga e'tibor qaratdim. Bugun davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan mamlakatimizda aholini xavfsizligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilyapti va jinoyatchilikning oldini barvaqt olish masalalari ham dolzarb mavzular sifatida e'tirof etilyapti. Xususan mana qarang, mana xavfsizlik tugmasi o'rnatilgan ekan bu ko'p qavatli yo'lakka. Bu uchun xavfsizlik xizmati xodimlariga ham o'z navbatida rahmat aytamiz. Demak, shu uy qurilgandan beri, ko'p qavatli uy qurilgandan beri simlar almashmaganda, hozir mana o'sha almashtirish jarayoni ketyapti bu yerda. Общий 7 ta odam ishlayapti hozir bu yerda. Qancha vaqt ketadi endi buni almashtirish? Xudo xolasa nechta aniqamiz hozir desak bu yerda 8 ta ayak qolgan. Shu где-то 9 da boshlasa soat 5:15gacha svet berib qo'yapti-da. Beriladi. Berib yuboradi. Qanday bo'lsa. bugun soat 5 da tugatasiz. Bugun 5 da bitta stayakni boshlasak, shu soat 5:30gacha tugatyapti. Denis aka, o'z tilida gapirayotganingiz uchun sizga avvalo rahmat aytmoqchiman. Hop, sal Denis akaga qarab tursangiz ham mayli, aka chiroyingizni. Xalq o'z yorug'ingizda ko'rsin dedi. Hop, Denis aka, nechidan nechagacha ish faoliyatingiz? Рабочийda 9 dan 6gacha orada har 5-6 kunda dejurstvo, kechki dejurstvoga qolaman. Ha, tushunarli. Bizda elektrik texnik dejurstvoga Odamlar rozimi sizni ishingizdan? Rozi. Xursandmi? Xursand, ha. Hech afsuslanmaysizmi? Yaxshimi hammasi? Yaxshi, yaxshi. Siz elektriksiz-a? Elektrik hayotida bir marta xato qiladi deyshadi. O'sha xatoni qilmang, xo'p aka. Mayli. Sog' bo'ling. Charchamang. Samga хочу. O'zim istamayman dedilar. Akalar charchamanglar, Xudo quvvat bersin. Aka davom etsak bo'ladi. Xo'p, o'zi qo'l ostingizda nechta odam ishlaydi? Bugungi kunda 74 ta odam ishlab kelyapti bizning korxonamizda. Xizmat ko'rsatayotgan uylarimiz soni 92 ta. 92 ta. 92 ta uyga xizmat ko'rsatamiz Mirobod tumanida. Uylarimiz hammasi Mirobod tumanida joylashgan.
Hammasi ko'p qavatli. Ha, ko'p qavatli uylar, kompaktni joylashgan, ana qulay bo'lish uchun o'sha yon atrofimizdan olganmiz, boshqa hududga chiqmaganmiz. Tushunarli. Aynan mana shu ko'p qavatli uylarning yonidagi ko'kalamzorlashtirish yoki bo'lmasam tozalik bu ham boshqaruv servis kompaniyasiga biriktirilganmi? Unda bizga biriktirilgan. O'sha tozalash ishlari bir haftada 2 marta olib boriladi. Misol uchun daraxt butalash, bu hammasi hozir mana shu ko'p qavatli o'sha hudud ko'p qavatli uylarning atrofidagi hamma narsaga boshqaruv servis kompaniyalari javob beradigan qilib hozir tizim yaratildi, o'sha bo'yicha ishlayapmiz. Bugun har bir sohada insonlar bilan ko'proq muloqot qilinglar degan bir topshiriq berilyapti-da, rahbarlarga ham ayniqsa. Siz doimiy ravishda ana shu xalq bilan muloqotdasiz. Ularni qaysidir ma'noda kayfiyatiga salbiy bo'lishiga ta'sir ko'rsatayotgan hamma omillarni yo'qotishga harakat qilasiz, o'z yo'nalishingizdan kelib chiqib. To'g'rimi? Buning uchun texnikangiz, kuchingiz, ishchi kuchi yetarli. Yetarli. Hozirgi kunda 3 ta Damas'imiz bor. 3 ta Damas'dan tashqari 6 ta skuterimiz mavjud. Skuter ikkitasi katta gruzovoy skuter, u ani chiqindilarni tashish uchun, mana shu ani xazon, shox, barg hozir ayni vaqtda o'shani kutilmagan bo'lganligi uchun anaqa qilsa chaqirishimiz ham mumkin ularni. Undan tashqari shu avariya brigadalarimizga biz anaqa o'sha yengil o'tiradigan hozir dastavshiklar olib borayotgan anaqaga o'xshagan kichkina mini skuterlar olib berganmiz, 4 ta, u hududga tez yetib borish uchun. Tushunarli. Hozir yana taxminan bir 7-8 daqiqadan keyin bizda reklama vaqti. Yana faoliyatingizni qaysi tomonlarni ko'rsata olamiz? Qayerlarda ish kechyapti? Abdulla Avloniy mahallasi gospitalning 1-uyida oldin bilsangiz mana shu ani o'ralmasida, o'shani o'rab hozir bolalar maydonchasiga aholidan murojaat tushganda o'sha murojaatni bajarib, hozir setka o'rnatish jarayoni ketyapti. Xolasiga shu. Bo'lmasa hozir agar xo'p desangiz studiyaga o'tib turaylik. Studiyadagi hamkasblarimiz o'zaro suhbatlashib, chiroyli bir fikrlarni bildirib, lavhalar bo'lsa, lavhalarni efirga berib turishsin, keyin biz u yerga yetib olamiz. Maylimi? Bizdan uzoqlashmaysiz do'stlar, davom etamiz.